Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli ve abunachilari, bugungi ustanovkamiz Shovot tumanidagi Beshmergan mahalla fuqaro yig'inida sohibkorda Bobojon onamizni Anvarjon o'g'lini uyida ustanovka bo'ldi. Bir qator ishlarni tanishtirib o'tamiz. Keling. Giraverish tambur qismini 1.15'e 2.10 etib glyansiy mana shunday svetdagi laminatdan kraskalarni oltin svetdan urib, zamoklarni ham o'zina qo'shadigan hozirgi eng original zamok, Kraft zamoklardan qo'yib berdik. Kraftni bilgan biladi, nishli zamokligini. Zamok yine xudo xolasa ishlab turibdi, hamma yeri zakonni. Yine eshikning yopilishi kilitlar 5 kilitli bo'ladi. Eshik taraflarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimizga, imoratimizga xudo xolasa 7 dona eshik ustanovka qildik. 7'sini ham ko'rinishi shunday bo'ldi. 6 dona eshigimiz 2.10 bo'ldi. Bu 1.15. Yine bu eshigimiz 2.10 90'lik bo'ldi. Charxoyklar baland bosilgan ekan, 2.40 ekan charxoyklari ko'psiniki. Shu hammasi bir xil ko'rinsa yaxshi bo'ladi. Shuning uchun shuni taklif etdik. 2.10 bo'lsin, to'shni dedik. 2.10 bo'ldi yine. Yine bunday 4 tane yarmamız 2.10'a 90 bo'ldi. 3 tane yekkamiz, ikkisi 2.10, birisi 1.20, birisi 1.15 bo'ldi. Bunda 2.30'lık eshigimizni zalına qo'yib berdik. Yani bir kadar hammasini ko'rsatib o'tamiz. Hammasini laminati bir xil, ishlanishi bir xil, kraskalar, chotki kraskalar, oq genchli kraskalarni ishlatildi. Hozir yaxtida ko'rsatib o'tamiz bir qator. Yani eshikni ochilib yopilishi. İki tanasını aynalı kılıp verdik, yakta ötüp duruşu için. Yani buna bir kadar göğüs ötemiz yani. Bu tarafından göğüs ötemiz. Yani eşikimiz. Kraskelerden bir emağa göre aynı. Kraskesi, aynası, işlenişi çok yorullanmaz. Daha halata. Geçen yılda gideyim, Bolu'da tuttu. Hanadan yegeleri rahmet ayttılar. Bir kadar kraskesini gösterdim. Abi kulağına koyuyor bir şey. Kilometre öyle. Kulağını koyuyor. Mesela canlı doluza ne çer mi? Bir kapı kurdu kulağı. Bunun kraskesi jem çukuruldu. Nerede? Kırık akıllı ağaçlar kraskesi gitmez. Hammasi çok kedi buruldu yine. Bir kadar görüşünüz mümkün herhalde. Halatanız gelip görün hanadanla. Şurada 5 milyon giren joyda sahibkor desa hamma biladi sahibkor nechligini. Ularni ham tashab ko'rsatamiz laziy ularlari. Xudo xolasa. Yine. Ularında duruş. Spesiyesini açıramiz. Endi diagonal. Vertikalini. Laziy uravin. Daha xolasa. Bir qator yo'llar bemalol. Bundan koronalar işleri. Koronalarda bunda
Korona ustafka qilmoq sababi hali aboy bosamiz dedilar, aboydan keyin qo'ysa cho'tki turadi xudo xolasa uyda. Bu anda naushniklari shunday berib ketamiz xonadon egalarini. Hech qanday olib kelmay keyin urib beramiz deb yurimiz. Shu berib ketamiz bo'lgani. Nozik rayonini gördingiz, o'chiramiz endi. Shu desa video syomkamizni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Shunday xonadonlaringizga, fayzli xonadonlaringizga shunday yaxshi ishlar, sifatli ishlar nasib etsin hammangizni. Salomat olun. Bizlarni kuzatishda davom etib, like düğmelerini taze görüp oturan